Keling endi studiyaga mehmonimizni taklif qilamiz. Demak, mehmonimiz Respublika hamda xalqaro tanlovlar g'olibi, Urganch davlat pedagogika instituti san'atshunoslik kafedrasi o'qituvchisi Sarvarbek Yo'ldoshev bo'ladilar. Keling, marhamat. Ana endi Sarvarbek ekran orqali bizni kuzatib turgan yurtdoshlarimiz bilan Xorazmdan keldingiz har holda. Aynan u yoqda ham sizni kuzatishayotgan bo'lsa kerak, ota-onalar, hamkasblar, shogirdlar, ko'rishib olsangiz bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum deyman barcha yurtdoshlarimizga, barcha teletomoshabinlarga. Boshlangan kun xayrli va barokatli bo'lsin. O'tgan bayramlar, ayyomlar bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat, salomat bo'ling. Bugun 1-aprel. Albatta. Ko'pchilik bir-biriga hazil qiladi. Siz ham yaqinlaringizda mana shunday kunlarda hazil qilib turasizmi? Va ulgurdingizmi? Kimdir bugun siz bilan hazillashdimi yoki siz kimgadir hazillashishga ulgurdingizmi? Qanday bo'ldi? Qanday boshlandi bugungi kun? Yo'q, hali ulgurganim yo'q, lekin reja qilib qo'yibman hazillashishni. Ehtiyot bo'linglar unda. Ekran orqali aytib qo'ydingiz endi. Endi. Sarvarbek, mana siz mana shunday xonandalik bilan birgalikda mana shunday oliy dargohda ta'lim berasiz. O'qituvchilik faoliyatini olib borasiz. Ta'lim jarayonlari qanday ketyapti? Ta'lim jarayonlari juda ham ajoyib. Hozirgi davr yoshlarini shijoati. Endi o'zlarimiz bilan tengqur yoshlar ham biz bilan birgalikda ishlashadi, qolaversa o'qishadi. Ular bilan ham do'st, ham ustoz shogird sifatida faoliyatimizni olib boryapmiz. Bejizga bu savolni bermadilar, chunki kadr ortida Islomiddin yoshlarini so'rab olgandilar. Nechinchi yilsiz deya, voy. Chunki yosh bo'lishingizga qaramasdan ustozlik faoliyatini olib borar ekansiz. Birinchi marta ish faoliyatini boshlaganingizda bu sizda qo'rquv hissini uyg'otmaganmi? Chunki hali yoshsiz va o'z-o'zidan mana aytyapsiz, o'zimizni tengdoshlar ham o'qishadi, tahsil olishadi. Shunaqa bir hadiklar bo'lganmi, bo'lmaganmi? Endi to'g'risini aytadigan bo'lsam, qo'rquv bo'lmagan, ammo mas'uliyat hissi, hayajon bo'lgan. To'g'risi endi 80 daqiqa talabalarga dars o'tish, ularga ma'lumot berish, har bir darsda men orqali qandaydir bir ma'lumotga, bilimga ega bo'lishlari o'sha mas'uliyat hissi bilan darsga kiraman. Va kimnidir e'tiborini 2 daqiqa tortib turish ham katta bir mashaqqatda. O'qituvchidan juda katta bir mashaqqatni, mas'uliyatni talab qiladi. To'g'ri. Shunchalik dars o'tishingiz kerakki, e'tiborini jalb qila olishingiz kerak. Men o'zim talabalik davrimdan bizga dars o'tgan ustozlarni, qolaversa birgalikda faoliyat olib boradigan ustozlarni darslarini kuzatib, ularni dars o'tish usullari, ularni yo'nalishlari, yondashishlarini o'zimga qo'llanma sifatida tanlab olgansiz. Va shu bilan birgalikda o'zingizda men dars jarayonini o'tayotgan mana bunday yo'nalishni o'zimga belgilab olaman degan maqsadlar bo'lganmi? O'zingizdan qo'shimchalar. Bunday qilsa bo'lar ekan, zerikib qolmas ekan talabalar. Talaba sifatida misol uchun bilishingiz mumkin-ku shuni. Men to'g'risi dars o'tish jarayonida mavzudan kelib chiqib, endi sohamdan ham kelib chiqib, to'g'risi ijodiy yondashishga, talabalar o'rtasida ko'proq muhokamali, bahsli, munozarali qilib olib borishga harakat qilaman. Ular dars jarayonida men talabalarga ma'lumot berish bilan barobarida ulardan ham nimanidir olishga harakat qilaman. Zerikishga, boshqa xayollarga o'tishga yo'l qo'ymas ekansiz-da, vaqt imkon qoldirmas ekansiz. Chunki bejizga bu savol bermadim, shaxsan o'zimni xolam, ona tili adabiyoti o'qituvchilari, xolalarim desam bo'ladi. Aynan dars jarayonida kerak bo'lsa, o'quvchilarga raqsga tushib berardilar. Birgalikda raqsga tushib, birgalikda qo'shiq aytib, hattoki kerak bo'lsa doira chalib, mana shunaqa juda ham bir zavqli o'tardi. Hattoki o'zlari she'r yozib birgalikda, o'quvchilar bilan birgalikda aynan talabalar nimadir, o'quvchilar nima bilandir chalg'ib qolishlariga imkon qoldirmasdilar. Oilada san'atkorlar bormi, yo'qmi? Yo'q, bizda oilada san'atkor bo'lmagan. Sizda qiziqish qayerdan? Siz boshlab beryapsiz. Dadam ham, oyim ham o'sha yoshligidan san'atga qiziqishgan. Xorazm nomi bilan tomirlarda qon jo'sh urib turadi. Men ham shu bolalik paytimdan ko'p qo'shiq eshitib, o'sha qo'shiqlarni xirgoya qilib, mana ota-onamga rahmat deyman. Ularni sa'y harakatlari bilan, ularni to'g'ri yo'nalishlari bilan
mana shu qo'llab-quvvatlovlari bilan. Qo'llab-quvvatlovlari bilan. Bo'lmasam boshqa bir kasb bilan shug'ullan deyishi mumkin edi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin sizni qiziqishlaringizni inobatga olib qo'llab-quvvatlagan. Ularni orzu-havaslari ham farzandlarida amalga oshgan. Juda sog'. Endi bolada fikr ko'p bo'ladi, qiziqishlar ko'p bo'ladi. Mana ota-ona to'g'ri yo'l ko'rsatib, to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, farzandini o'zini qiziqishi bo'yicha to'g'ri yo'naltira olsa, men o'ylaymanki, farzand o'z yo'lini topa oladi. Bir umrlik baxt. Juda ham to'g'ri. Ayni daqiqalarda ota-onangizga o'z rahmatingizni izhor qilgan holatda bitta qo'shiq aynan ular uchun bo'lsa, nima dedingiz? Marhamat. Barcha ota-onalar uchun men. Yosh bo'lishingizga qaramasdan katta bir ishga qo'l uribsiz. Ya'ni ilmiy ish borasida savol bermoqchi edim. Aynan qanday mavzuni tanladingiz? Hozirda ustozimiz, mana ilmiy rahbarim, pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent Nafasov Doniyor Shernafasovich bilan birgalikda musiqa pedagogikasi va tarbiya bilan bog'liq mavzu tanlaganman. Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalari talabalarni ma'naviy, axloqiy jihatdan, estetik, jismonan har tomonlama sog'lom qilib tarbiyalashda olib borilayotgan ishlar samaradorligini oshirish muhim rol o'ynayapti. Aynan tarbiya haqida to'xtaladigan bo'lsam, tarbiya bu insonni asta-sekin kamoliga yetishdir. Ilmiy tadqiqot ishimda ham bo'lg'usi musiqa madaniyati o'qituvchilarini, ya'ni talabalarni pedagogik tarbiyasini rivojlantirishda ustoz san'atkorlar ijodlari, ulardagi tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan asarlardan foydalangan holda yangicha yondashuvlar, yangicha yo'nalishlar, o'quv qo'llanmalari, darsliklarni shu o'qitish tizimiga, ta'lim sohasiga olib kirish niyatidaman. Ustozlarimga to'xtaladigan bo'lsam, eng avvalo institutimiz rektori Feruza Madrahimova, prorektor, ilmiy ishlar bo'yicha prorektor Diyorjon Abdullayev, Hikmatjon Matyaqubov ustozlarimiz bilan hamkorlikda ularni maslahatlarini olgan holda ilmiy ishimni boshladim. Mavzuga keladigan bo'lsam, yuqorida aytib o'tganday, bo'lg'usi bo'lajak musiqa madaniyati o'qituvchilarini pedagogik tarbiyasini rivojlantirishda ustoz san'atkorlar ijod misolida texnologiyalar. Qoyil, lekin hozir aynan mavzusi, nomlanishi menga juda ham ma'qul tushdi. Aynan san'at bilan birgalikda o'sha tarbiyaviy ahamiyat haqida kim tanladi bu mavzuni? Kim maslahat berdi? Ustozingizmi shunda yoki o'zingizdan shunday fikr uyg'ondimi? To'g'risi, endi fikrlar, g'oyalarni oldin mendan so'rab, ustozim qanday mavzuda o'zing ilmiy ish qilmoqchisan? Chunki biror yaxshi o'zing sevimli mashg'ulot bilan shug'ullanish odamga qandaydir zavq beradi. Keyin men aytdim, shunday tarbiya bilan bog'liq. Chunki ustoz san'at, oddiy bir misol, O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti ustoz Komiljon Otaniyozovning Har yigitni aslin bilay desangiz, ma'rakada o'tirib turishini ko'ring. Birov bilan oshno bo'lay desangiz, avval va'dasida turishini ko'ring. Bunda bu jumlalar orqali hozirgi davr voyaga yetgan yoshlarni, ayniqsa o'g'il bolalarni jamiyatga ijtimoiylashishi, urf-odatlarimizga, o'z so'ziga sadoqatini ham namoyon qilsa bo'ladi. Bu kabi asarlar juda ham ko'p. Xudo xohlasa, hali endi boshladim ishni. Shu davr mobaynida ilmiy izlanishlar bo'yicha shunday asarlarni saralab olib, o'quv qo'llanmalari, darsliklarda izohlanishlari bilan qilish niyatidamiz. Juda ham chiroyli mavzu tanlabsiz, haqiqatdan ham. Va hozir gapirish barobarida sezyapman, bilasiz, Xorazmda o'sha ohang baribir ham qanday gapirishingizdan tashqari o'sha ovozda ohang bo'lib turadi. Xorazm ohangi ketib turadi, lekin sizda u holatni kuzatmayapmiz. Faqat ism shariflarni aytayotganingizda biroz o'zgarish bo'lyapti. Albatta bu ham ustozlarning xizmati bo'lsa kerak, to'g'rimi? Ustozlarni shu kunga yetishimga juda ham ko'plab ustozlarni sa'y-harakatlari singan. Cholg'u yo'nalishida, xonandalik, fan yo'nalishlarida ham juda ko'plab ustozlarim mehnatlari singan. Barcha ustozlarimga shu o'rinda rahmat aytib o'tmoqchiman.
Rahmat, katta rahmat. Demak, bugungi mehmonimiz Sarvarbek Yo'ldoshev. Albatta, Urganch davlat pedagogika instituti o'qituvchisi. Shu o'rinda bir ma'lumot San'atshunoslik kafedrasi o'qituvchisi. Shu o'rinda bir ma'lumot aytib o'tmoqchiman. Demak, Urganch davlat pedagogika instituti rektori Feruza Madrahimova O'zbekiston telekanalida bizning hamkasbimiz bo'lgan, juda ham serqirra ijodkor, ajoyib inson. Albatta bizni salomimizni yetkazib qo'yasiz. Ayni daqiqalar bizni tomosha qilayotgan bo'lsa, ajab emas. Keling endi yurtdoshlarimiz uchun yana bir ajoyib qo'shiqni hozir demak lazgi qo'shig'i bo'lsa degan talab va istaklar bo'lyapti bizda. Maylimi? Sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Bahonada maza qilib raqsga tushdik, kayfiyatlarimiz ko'tarildi, jismoniy faolligimiz ham oshdi. Umuman olganda haqiqatdan Xorazm navolari o'zgacha, boshqacha. Salomat bo'ling. Rahmat, ijodiy faoliyatingizda muvaffaqiyat tilaymiz. Albatta jamoangizga Assalom O'zbekiston ko'rsatuv ijodkorlari nomidan alangali salomlarimizni yetkazasiz. Rahmat. Shu bilan birgalikda bizni ekran orqali kuzatib turgan aziz yurtdoshlarimiz, sizga ham o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Yaxshiliklar, yaxshi insonlar kun davomida hamrohingiz bo'lsin deymiz. Albatta bugun uchun rejalashtirgan barcha ish yumushlaringiz, xayrli ishlaringiz barakatli bo'lsin tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Sarvarbek